Hurmatli obunachilar, maydamal qatoriga o'tdik. Qo'y qo'shqonlar narxlarini sizga o'rgatib boramiz. Qani videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi islomimiz 9-avgust, haftaning oxiri mol bozoridamiz. Maydamal qatoriga o'tib, qo'y qo'shqonlar narxlaridan, echkilar narxlaridan chiqamiz. Akalar qanchadan bo'ldi ekan qo'ylar? Qo'ylar 7 dan deyapmiz. 7 dan? Qanchadan savdosi bo'lyapti? 6,5 dan bir joyga berilmayapti. Bir joyda 6,5 milliondan berilmadi deydi. Namasi bu qo'z ekan. Savdosi 68 bo'lyapti. Bo'g'ozmi? Sirmi? Semiz qo'y ekan mana. Savdosi bo'ldimi? Savdosi 68 bo'ldi. 6,8 bo'lyapti. Bularchi aka? 44 dan bo'ldi. Bular 44 dan bo'lyapti. Qo'chqor qo'zlar 44 dan bo'ldi savdosi deyapti. Qo'chqorni 8 deyapman. 8 million deyapsiz? Qancha bo'ldi buni savdosi? 5,5 so'rayapti. 5,5-6 millionga so'rayapti. Aka bu qo'zlar qanchadan bo'ldi? Ha aka. Hay xolmon. Qo'zlar qancha deyapsiz? Qo'zlar 22,5 dan bo'lib qoldi. 22,5 dan? Bo'lib qoldi. Bularchi nargilar? Sotildi ikkitasi 39 bor. 39 sotildi, 3,900 ga. Buni tushirasan bir shibang demaydi, sotib bermaysan. Qancha deyapsiz buni? Gapirib bermayman. Ha? 10 million deyapman. Qaysi 10 million deyapsiz? Mana bola. Ona bola 10 million deyapsiz? Ha. Qancha bo'ldi savdosi buni? Savdosi 9 million bo'ldi. Savdosi 9 million bo'layotgan. Yakkani qancha deyapsiz? Buni sotildi u. Qanchaga? 700 ming sotdim. 3200? 700. Shuni 700 ga sotilibdi. Pratik qo'yib qo'yay. Nomerim yo'q. Uyda- yo'q. Uyda bordir-da. Uyda esimda. Nomer qo'ysangiz sotiladi-da bunga. Nomer qo'ygan bilan Qanchadan bo'ldi ekan bu qo'zlar aka? 27 dan bo'lib qoldi. Savdo 27 dan bo'lyapti. Qanchadan aytyapsiz ular? 3 million. 3 bo'lsa beraman deyapman. Ha, 3 milliondan aytib turibdi, 27 dan savdosi bo'layotgan ekan. 4,5 deyapsiz aka. 4,5 dan? Mana ekovi 4,5 dan bo'lyapti. Qancha bo'ldi savdosi? 3 million 800 ming so'm. Qo'zini qancha deyapsiz? Buni 3 million deyapmiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? 2 million 450. Savdosi 2 million 450 bo'layotgan ekan. Qo'chqormi, urg'ochimi? Urg'och ekan. 22 deyapsiz? 27. Qancha bo'ldi savdosi? 24, 24 23 gacha bo'lyapti. Aka qanchadan bo'ldi ekan bular? sog'liqlash puldan bo'ldi. Aka buni Nechdan deyapman, kamera bo'lyapti. Qancha deyapsiz? 5. Savdosi bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q. Bunisi-chi? Havas. Qancha deyapsiz? O'zlarida 26 dan deyapman. 26 dan. Savdo qancha bo'ldi savdosi? 4 dan. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda naborlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan navor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu naborlar, ruchkali Qur'onlarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Savdo 24 dan bo'lyapti. Takani qancha deyapsiz? Takani. Akani 12 so'rayapti. 12 1 million 200 ming so'm. 8 dan deyapti. 28 dan deyapsiz? 25 dan deyapti. Savdo 25 dan bo'lyapti. Savdo 25 dan bo'lyapti. Qo'shqor qo'zlar. Qaysi? Oldim. 27. Savdo 27. Savdosi? Bermadik 27 ga bermadingiz. Qo'zlar. Buni 24 dan deyapman. Aha. Ekovi 22,5 dan so'rayapti. 22,5 dan bo'lyapti. 1,5 dan so'rayapti. Qo'shqormi, urg'ochimi bular? Bir urg'och bir erkak. Bitta qo'chqor bir erkak ekan. Egizda ekovi bitta odam. Egizak 25,5. Kattasi bor. Mayda 25,5 bo'lyapti. 2,5 million. Buchi? 2 million 550. Kattasi?
4 dedi baba. Qancha bo'lyapti? Kattasi. 4,5. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'lyapti? 4,200 ming so'm bo'layotgan ekan. 4,200. Ariq ekan topshar. Charchamayapsizmi? Qanchadan bo'ldi qo'zilar? Qo'zlar 25 so'rayapti. 24, 26 so'rayapti. 24-25 gacha bo'lyapti savdosi. Aka qanchadan bo'ldi bu qo'shqorlar? Ha? Qo'shqorlar qancha deyapsiz? Qo'zlar 7,5 deb. 7,5 million? Ha, Savdosi bo'ldimi? bo'ldi. Qancha so'rayapti? 7 bo'ldi. Savdo 7 million bo'layotgan. Bularchi? Qaysi? Mana bu. 6 deyapti. Qancha so'rayapti buni? 5,5 million so'rayapti. Aka qo'zilar qanchadan bo'ldi? Bizlar 2,5 million. Savdochi? Savdo 2 milliondan lukka so'rayapti. 2 milliondan lukka? 2 millionga ko'tariga so'rayapti ekan mana. Bir tekis. Qancha? 4 milliondan deyapsiz? Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Qancha so'rayapti? 64 Ikkovi 66 bo'ldi deyapti. 6 million 600 ming so'm bo'ldi deyapti ikkovi. Qanchadan bo'ldi ekan bu qo'zilar? Ha. 3,5dan savdo bo'ldimi? Qancha so'rayapti? Qancha? Qanchaga bermadingiz? Qancha baholab turibsiz? Buni qanchadan so'qdi? Aka, ko'rimiz charchamayapsiz. Aka, qanchadan bo'ldi bu qo'zilar? Qaysi? Mana bu. Qolganlar qanchadan bo'lyapti? Sotildi 3 million. 300 ga. Manalarchi qolganlar? Ular 3,5 deyapmiz, endi har xil. Kelishtirib beriladi. 3200 ga so'rayapti. Aka, qo'shqorlar qanchadan bo'ldi ekan? 42dan bo'lsa savdosi. 42dan? 42dan bo'ldi savdosi. Buchi? 47 savdo bo'ldi deyapti. Onalar 42dan savdosi bo'ldi, bular 47dan. Aka 6 million 5 million. Narigi 6 million bo'lyapti. Savdosi bo'ldimi buni? 5 million 200 so'rayapti. Bunisi-chi? 4 million 400 so'rayapti. Buni 4 million 400 bo'layotgan ekan. Murat qanchadan bo'lyapti qo'ylar? Ular 5,5 savdo. O'zini ham olib. 5,5 milliondan bol og'iliga qolmabmi nima o'zi? 5,5 bermayapti, bittasini o'zim so'rayman. Bermayapti. Bermayapti, shu qo'yni 5,5 bermayapti. Savdosi 5,5 million savdo. Savdolashing, tortishing. Urush qolyapti. Asalasi bor. Aka, bir tekis bo'lyaptimi savdosi? Qo'chqordan tashqari. Qo'chqor qancha bo'lib qoldi? Qo'chqor 7 million bo'lyapti. Qancha bo'ldi uni savdosi? Savdosi 6,5 million bo'lyapti. Savdosi 6,5 million. Bu kimdan? Sizdanmi? Qanchadan bo'lyapti aka bular? Qo'ylar 5 dan deyapmiz. Qo'ylar 5 dan? Qanchadan bo'ldi savdosi? Bu ona bolami? Ona bolam 7 million deyapti. Ona bola 7 million bo'lar. Qancha bo'ldi savdosi ona bolani? 6,5 million. Hop qo'yapti. Rossiyadagilarga alangalik salom. Salom yo'llayapti. Salom yo'llayapti akalar. Echkilarchi? Echkilar 12, 16 so'rab turibdi. Orqani 12, qorasi 16. Boblar ha? 32 deyapman. 32 deyapsiz? 28 bo'ldi. Takani bir yaxshilab tushirindimi? Cho'tqa turibdi taka. Ko'plarga talaydigan taka ekanda. Paycha, qarang paycha qaytyapti. Ha, paychani. Ha. Uyda bormi desa? Ha? Ko'pmi? Bor o'zi ham. U qancha bo'ldi savdosi buni? 28,5 bo'ldi savdo. Savdosi 28,5 bo'ldi. Nomer ayting, qo'yib qo'yamiz aka. 95lik 95lik 845 845 0920. Ismingiz kim deydi? Akmal. Akmal aka. Manzil qayer? Navoiy. Navoiydan. Oluvchilar bo'lsa bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Mana shunday takalarga kerak bo'lsa. Qo'yda qancha deyapsiz? Qo'y 37 bo'lib qoldi. Savdosi. Ha, savdo 37 bo'lib qoldi. Savdosi 37. 4 bo'lsa beramiz deyapti. Oxir narx 4 bo'lsa beraverasiz.
7 milyon. Savdosi qancha bo'lyapti aka? 5,5 milyon 800 lira qara. 5,5 milyon 800 gacha bo'lib qoldi deyapti. Aka. Mana takliflar ham bor ekan. Bo'ldirib so'rayapti. Qo'chqor. Degan qo'chqor ekan. Sevimizgina. Aka bu qancha bo'lyapti? Uloq. Buni 1,5 deyapti. 11,5 deyapsiz? 1 milyon so'rayapti? Uloqda 1 milyon so'rayotgan ekan. 200 bo'lsa bo'lsin deyapmiz. 5,5 milyon. 5,5 so'radim netdilar. Mana kelayapti joyiga. 5 pul bo'lsa o'tiram deb. 7 milyon. Qancha bo'ldi savdosi? 62 bo'lyapti. 62. 6 milyon 200 ming so'm. Sarisi. Sarisi. Bermaysana, qayerib ketdinglar? Bir tutimiz yo'q degan. O'g'lingdan bo'lmasa kerak. Nima bo'lyapti aka? O'zi. To'g'ri 22 ko'ryapti. 2 milyon 200. Qaysi? Mana bu qancha Ha, bo'ldi? 2 milyon 200. Navichi. 3 milyon 3 milyon. Qancha bo'ldi savdosi? 3 milyon bo'lyapti. Ikkovi 3 milliondan. Buchi 6 milyon bo'ldi. 6 million. Qancha savdosi bo'ldi buni? Savdosi 6. Savdo qancha baholayapsiz? 7. 7 million baholanayapti. 6,5. Ikkovmi? Savdosi shuncha bo'lyapti. 6 million. Ikkov 6 million bo'layotgan ekan mana. Sotildimi? Yo'q, sotiladi. Qancha bo'lyapti savdosi? 5,5. 5,5. 5,5 million savdosi bo'ldi deyapti. Urg'ochimi bular? Qo'chqormi? Qanchadan bo'lyapti savdosi? 5 milyon 800 ga bermadim. Ikkovini 5 million 8 ga bermadingizmi? Mayli. Kattasi Qur'on 34 ga bermadim. 34 bo'lib qoldi savdosi. 2,5 deyapti. 22,5 so'rayapti. 22,5 so'rayapti. 4,5 million bo'layotgan ekan mana ikkita. Qo'chqormi urg'ochimi bular? Bir qo'chqor bir urg'och ekan. Ikkovi 4,5 million bo'lib qoldi deyapti savdosi. 2,5 dan berman, 4,5 ga berman. Ikkovi 4,5 bo'lib qoldi savdosi. 5 bo'lsa olasiz. 5 million bahola. Aka qancha bo'lib qoldi bu? Nima bo'lyapti bu yerda? Narxini eshitmaygan. Narxini so'ra, YouTube'ga chiqaryapti. Men ham past aytaman. Narxini ayting. Narxi 1,700 bo'ldi ikkalasi. Ikkovimi? Ikkovi 1 milyon 700. Ketdik. Ikkitasi 1 milyon 700 bo'ldi. Ikkovi 1 million 700 bo'ldi deyapti. Nima bo'ldi ekan? 27 dan bermadi. 27 dan savdo bo'ldimi? Ha, 7 bunda deyapti. Oqimlar, Gashti bozoriga. Endi qancha so'radi oqimlar? 27 so'rashdi. 27. Qancha baholab turibsiz? 2 baho. 32 dan baholab turibsiz. 27 savdo bo'ldi deyapti. Qancha bo'ldi ekan bu? Qancha bo'ldi savdosi? 3,5 bo'ladi. Savdosi 3,5. Qancha baholanyapti? 4 million. 4 million baholanayotgan ekan. Buni savdosi. 6 milyon 600 ming so'm. 6 million 600. Qarang. 48 kilo 8 49 kilo yo'qsiz. Naq pul yo'q. Endi shuni qilib beradi. 8. Qo'chqor. Qanchadan bo'ldi ekan bu qizlar? Mana egasi, ayting. Egasini ham tushiring. Sotildi, hozir oldik buni. Qanchaga oldingiz? 7,5 milyon. Ikkovini. Bularchi? Bu yoqdan Qancha deyapsiz? Ona bo'lami? Ona bo'lami ikkovi? Ona bola qancha deyapsiz? Ona bola. Bilan 12 deb. 12 million? Qancha so'radi bu? Qancha? Qancha so'radi? 9,5 million so'radi deyapsiz. Qo'y. 48 ham savdosimi? Savdosi 43-44 bo'lyapti. 43-44 dan bo'lyapti. Qani qancha deyapsiz aka? Takan 4,5 debdi. 4,5 million deyapsiz? Qancha savdo bo'ldi? 3 milyon 700. 3 million 700. Bir beraman, bering. Nima Bering aka, bering. Egasini ham ol aka. Egasini ham ol. bo'lsa bo'lsa Qaysiga savdo qildingiz aka? Qancha so'radingiz? 21 so'rayman. 21. Ayga egasi qancha deyapti? 2 million. 23 deyapti. Bering shuni aka, nima bo'lsa bo'lsin. Egasini ham ol. Bering shuni. Qo'y aka. Hozir 21 ga ham bermaysiz. 21 savdo bo'lib qoldi deyapti. 23 aytib turibdi egalari.
Chegiga. Kimdan so'rasan so'ra. 23lik mol meni davno o'qitib qolardi bunaqa. Ko'tarib o'qitib qolardi. Bering shuni. Bering kelishtirib akaga. Qancha ber deyapsiz? 23. Bering shuni. Ana 2 deyapti. 100 qo'shdi endi. 20lik chiqqan dedim men to'g'rilab so'rayapman shu. O'rtada 200 qilyapti. Kelishtirib bering. Ol deyapti ukangiz ey. Ol deyapti. Olyapti. Aldı ochmang, bitta sigaret kerak deyman-da. Qimmat aka. O'tirganini beraman, to'g'risida. Qaysi savdo beryapti? Mana bu o'tib. Necha? 21. 21 qo'yardim. Kattaki solmasangiz ham katta so'rang-da, endi mana videoga turibsiz kameraga. O'zingni bilyapti bunisi. Ziyochi ber dedingiz, dehqon. Akajon shuni nomor so'ramadim. Nima bo'lsa aka Ishlanmagan. Savdo pishmadi. Qanchadan bo'ldi bular? O'zini 23 deyapman. Sariq 18, echkilar 17 dan. 17 dan bo'lyapti echkilar. Qancha qo'llaysiz? 21. 21 ga ketdimi? Ha. Aka mana 21 ga oldi. May 2100. Ha? Savdo olib qoldi. Qancha? 3 million? Savdosi bo'lyaptimi? Qancha baholayapsiz? 34. 34? Bo'ladi. 8 million so'rayapti aka. Ikkovgami? 4 million so'rayapti. Siz qancha deb turibsiz? 8,5 so'm deyapti. 8,5 million aytyapti, 8 millionga savdosi bo'ldi deyapti. Ha? Ko'ryapman 9 qilishdi. Ikkovga 9 million bo'ldi savdosi. Qo'chqor 9 million bo'ldi. Qo'chqormi ham? Urg'ochimi? Qo'chqorlar. 9 million savdosi bo'ldi deyapti. Qanchadan baholanyapti? Ha? 9,5 bo'lsa beraman. 9,5 bo'lsa oxirlar beraveramiz deyapti. Qanchadan bo'ldi ekan o'qiylar? Ha? Sizda qancha bo'lib qoldi aka? Qaysi biri? Ha, qo'zilar qanchadan bo'lyapti? 2600 dan deyapmiz, mana ikkita qorani. 2 million 600 dan deyapsiz? Urg'ochimi, Qo'chqormi? Ha, 2 million 600 dan bo'lyapti savdosi. Aytilishini aytyapmiz. Savdosi Savdosi 2200 dan so'rayapti. 2 million 300 dan, ha? Nargilarchi? Ona bular qancha ekan? Mana bularni 8,5 deb 7 million savdosi bor. Ha, 8,5 million aytilyapti, 7 millionga savdosi bo'ldi deyapti. Buchi mana bu? 3 million 300 aytilyapti. 3 million 300 ming so'm. Bular. Bunisi 48 bo'lgan. Savdosi. Savdosi. Aha. Qorasi 41 bo'lgan savdosi. 41 bo'lyapti savdosi. Bunisi yemegan, uyda turgan. Bunisi Semiz. molda yurgan, qochgan. Qornida bolasi bor. Ha, bor. 41 bu. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Qancha deyapsiz qo'zini? Qo'chqormi? Qo'chqor ikkovi ham qo'chqor. Qancha deyapsiz uni? Bunisini 4 bo'lsa beraman deyapti. Bunisini 4 bo'lsa. Nargi 4 bo'lsa beraverasiz. Bu 4,5 million. Buchi? Bu urg'och qo'y. Qancha bo'lyapti savdosi? Savdosi. Ha aka, savdosi qancha bo'ldi? Bunisini 5,5 bo'ldi. 5,5 million. Qanchadan bo'ldi ekan aka bu qo'zilar? Ha? 4,5 milliondan? Qancha bo'ldi savdosi? 43dan bo'lyapti. 4 million 300 ming so'mdan bo'layotgan ekan. 6 million bo'lyapti. Va savdosi qancha bo'ldi? Savdo 5 million bo'lyapti. Savdosi 5 million bo'layotgan ekan. Qanchadan bo'ldi ekan echkilar? 13dan bo'ldi savdosi. Savdosi 13dan, narigi 12 bo'lyaptimi? 1 million 200. 1 million 300 ming bo'layotgan ekan. Aka qanchadan bo'ldi ekan bu echkilar? O'yin 3,5 deyapmiz. Ha, savdosi bo'ldimi buni? 3 million so'rayapti. 3 million? Echkilar qancha deyapsiz?
Echkini 1 million 2 deyapmiz, 3 million deyapmiz ona bolani. Ona bola 3 million bo'lyapti. Savdosi bo'ldimi bular? Savdo 2,5 so'rayapti. 2,5. Bularchi uloqlar. Uloqlar sotildi 1 million 100 dan. 1 million 100 dan sotildi. Takani qancha deyapsiz aka? 18 deyapman. 18. Savdo bo'ldimi? 1,5 Savdo 1,5 million bo'layotgan ekan. Uloqlar 800 dan bo'lib qoldi. Sarkalar 1,5. Sarkalar 1,5. Qancha so'rayapti bularni? Sarkalarni. 1,5 million so'rayapti. Savdosi 8 dan deyapti. 18 dan baho qo'yapti, 1,5 milliondan so'rayotgan ekan. Aka bu qanchadan bo'ldi bular? Yo'q aka. Qanchadan bo'ldi ekan bular? Hech uloqlar. 1 million 100 dan. 1 million 100 dan savdochi. Savdo 800, 400, 1 million. Kattarasi qanchaga deyapti kattasi? Bu bo'yab oldimda. Ha? 1,5 million savdo bo'ldi. 1,5 million. Sizda qancha bo'lib qoldi? Ikkalasini 2,5 dan deyapti. Aha. $100 olindi. $100 olindi. Harigacha oq. 1,5. Buni savdosi qancha bo'ldi bularni? Ikkalasi 4 so'radi. 2,4 million bo'lib qoldi. Uloqni 12, unisi 14 taka. Ha, nariga 14 bo'ldi. Ha, 14. Nariga 12 bo'ldi deyapti. 1 million. Qanchadan? 1 million. 1 milliondan savdo bo'ldimi? Qancha so'radi? 1 milliondan so'radi. 1 milliondan so'rayapti. Qanchadan aytib turibsiz? 1 million 100 dan. 1 million 100 dan. Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 11. 11. Savdochi. 950 bo'lyapti. Savdo 950. Million berdi olib ket. Bo'ldi. Sizda qancha bo'lib qoldi? Aka. 950 yapsiz. 350 ming? 950. 950 ming so'm. Narigacha? Ulan 950. Savdosi bo'ldimi? 850. 850 so'rayapti. Aka bu qancha bo'lib qoldi? Mana sarka. Sarka qancha bilyapti sarka? Ha? Ha? Sarkani qancha deyapsiz? Sarka 1 million deyapman. 1 million deyapti. Sarka Buni qancha deyapsiz sizda? 850. Qancha so'radi? 850 so'rayapti. Qancha deb turibsiz? 950. 950. 850 so'rayapti. Ziko. Hechkina. Buyoqlar 17 qilyapti. Men 18 beryapman. Yetib qolgan. Ona bola echki. Nima bo'lyapti? Hechkilar. Yo'q. Tushirdik ha mana. Aka bu echkilar qanchadan bo'lyapti takalar? Echkilarmi? Takalar qancha bo'lib qoldi? Takani egasi ya. Takangiz narxini ayting o'g'il. 2,5. Qancha so'radi? 2 million 200 so'rayapti. Bularchi? Qanchadan bo'lyapti bular? Ularni 1 million 500 deb turibmiz. 1 million 500 dan? Qancha so'radi? Endi bu 13 so'rayapti, narxi chiqmayapti-da. 13 12 dan. Takani qancha deyapsiz aka? 2,5. Savdo bo'ldimi? 2 million so'rayapti. 2 million so'rayotgan ekan mana bunlar. Taka qancha bo'lib qoldi ekan? Savdosi? Aka 2,5 bo'ldi. Savdosi. Savdosi 2 million. Savdo 2 million bo'lyapti. Aka sizda qancha bo'lib qoldi? Men 2 million 100 deb qoldi. Nariga 2 million 100 bo'lyapti. Buchi? 13 1 million 300. 1 million deyapman aka. Mana nasiga zotga qo'yishga olsa ham bo'ladi. Qancha deyapsiz buni? Savdo bo'ldimi? Tishi 4 yoshar taka. 4 yoshar. 3,5 million so'm savdosi bo'ldi. Aha. 4 deyman 200 ming so'm yetib beraman. Dastavkasi ichiga. Ayting. Zavodga bo'lsa, dastavka ichiga. Ayting nomerni. 3 million 800 ming. Nomerni ayting qo'yib. 94lik. Aha. 378 Aha. 73 75. Bo'ldi. Ismingiz kim deydi? Jo'rabek doktor. Jo'rabek doktor qo'ldan olsa ekan. Oluvchilar bo'lsa mana bemalol bizni kanaldan kelganda kelish dastavka qilib beramiz. Kanaldan kelsa 100 ming so'm yana bonus. Mana egalarni ham olib qo'yaylikmi? Ha, oluvchilar bo'lsa bemalol mana.